Assalomu alaykum. Mana bugun 5-fevral, uyda hashar ishlayapmiz. Kuzatasizlar. Ketdik aka. Ha? Hay, sizni hech kim tanimaydi-ku. Taniydimi aka? Keling. Bu yerda ishlaymiz-ku. Uzoqda kamera, sizni ko'ra olmaydi. Keling aka. Yo'q, bismillah. Bu og'ir ekan. Buni oxirida olamiz, ha. Yengilroqdan olaylik. Buni ishini to'ldirib qo'yganman. Mana bular bo'shroq. Ha, shu temirlar ustiga qo'yamiz-da. Yo'q, bismillah. Qani. Endi bunday aka. Bunday aylantirish kerak. Arini kirdi chiqadigan eshigi bu tomonda-da. Bu yerda yana bitta sig'adi, ha? Tabiiy qolay ham bo'ldimi? Ha, shu bo'ladi. Bo'ladi, shunday bo'ladi. Bo'ladi. Yo'q, bismillah. Ha. Hozir aka 1 minut. Sony. Keling aka. Tabay? O'qish Samarqand davlat chet tillar instituti. Ha. Xarislar bilan ko'pincha ishlardik. Hali ham bitta ikkita bo'p turadi. Endi yoshimiz 40 ga yetdi. Menimcha yosh tarjimonlar ko'p. Endi tarjimonlik ham shunaqa ishki, ishlasangiz pul topasiz, ishlamasangiz pul topmaysiz-da. Hozir hayotda sal boshqacharoq ishlar qilish kerak. Masalan, ishlamasangiz ham pul keladi. Mini sexmi, tushunyapsiz? Mini zavodmi yoki do'konmi, biror narsa qilsangiz, o'z ishlamasangiz ham pul kelaveradi-da. Endi aytib bo'lmaydi-ku, hayotda kasal bo'lib qolishingiz mumkin. O'sha paytda keyin kunlik ish pul bermaydi-da, baribir. Ishlamasangiz pul yo'q-da. Shuning uchun ishlab chiqarishga o'tish kerak-da. Mana bizlarniki asalarichilik. Bizlar ham endi sekin-asta shogirdlar olishimiz kerak, shogirdlar tayyorlashimiz kerak. Ha, bu o'zimiz ishlamasak ham keyin shogirdlar ishlaydi, ishchilar ishlaydi. Mana qarang, dunyodagi boylar birontasi ishlaydimi? Ular kalasini o'ylab. Ha, ular tak. Ma bu yoqqa keling aka. Ha, bu zaps. Ha, u kamera uni qayerga bursa, o'sha yoqqa buriladi o'zi. Avtomatik. Voy, oyog'im ilib qoldi-ku. Gapimiz ketyapti. Faqat ismingizni aytmasangiz, hech kim sizni tanimaydi. Tak. Yo'q, bismillah. Qani bu daraxt qayerga to'g'ri keldi? Arini anusga to'g'ri keldi. Sal u yoqqa suramiz. Mana shunday. Endi mana bu yerdan ar kirdi chiqdi qiladi-da. Bo'lmasa daraxt teshigini yopib qo'ygandi. Tak, mana buni bitta ko'raydi, mana buni nima qilsamki ertaga o'sib ariga ziyon bermasin. Tak, buni u tomondan chiqarish kerak. Bu tomonni chiqarib qo'yaylik.
Hali xudo xolasa bu hovlini turistik zona qilamiz. O'shanga tayyorgarlik. Shunda bu kanalimizni YouTube'da ko'rayotganlar tarixni ko'radi-da. Ha, oldin shunaqa joy ekan deydi-da. Ha, o internetlarda ko'ramiz-ku. Oldin bitta rasm qo'yadi, keyin deb. O'shanaqaga o'xshashdi. Yops. Tak. Qo'ying aka. Bo'ldi. Tak, yana 4 ta qoldimi? Yana 5 tada, ana o 4 tasi remont qilingan yaxshi. Bittasini remont qilish kerak. Shu uchun u yoqqa olib boramiz bittasini. Tak. Ha, bu og'irlar, ha. Buni og'irlari. Bunisi yengilmidi? Ya, bu ham og'ir. Unchalik emas, u ozgina og'ir ekan. Keyin oxirga boraylik. Labay? Tushunmadim. Ha, bularmi? Aylantirish kerak ekan. Bunaqasiga. Mana shunday. Endi bu qutilarni har 5 yil, 6 yilda bir remont qilmasangiz to'kilib ketadi-da. Mana buning ichida arisi bor. Buning ichida arisi bor. Buni tak. Bu tomonga ozroq suramizmi? Bu tomonga. Yo'q, hay, birinchi anavni olib kelaylik, qutini. Hozir agar bu yerga anav qilsak agar, nima deydi? Ariga teksak agar, balkim jali chiqib siz meni chaqadi. Uzun ham har qayerga qarab o'sadi-da. Tak, bo'ldi, bitta quti olib kelaylik. İçi to'liq. Mana og'ir. Unisi-chi. Yengilroqmi? Unisi-chi. Va, bu ham og'ir, ha? Tak. Ikkalasi og'ir bo'lsa agar. Ha, bitta yengilrog'ini oxirga olib boraylik. Endi chet tillar institutini tugatganim 2009 edi-da. O'shandan keyin tarjimonlik qildik. Maoshlarga ishladik, kunlik ishladik. Hozir ham kunlik, ha? Tak. Ha, hozir ham bemalol ishlasan bo'ladi-yu. Endi aytayapman-ku, ana u. Endi 40 ga kirgandan keyin yoqmaydigan ish bo'lib qoladi-da. Yo'q, sal so'raylik-da. Bo'ldi. Ko'p siljitish mumkin emas. Uni arisi bor-da. Uni arisi bor. Voy. Qani, yo'q. Bismillah. Bo'ldi, ha. O'g'ilmi? Hay. Endi Koreyaga boraman degan niyati bor-da. Ha, o'qish bilan borsa yaxshi edi. Yoshi nechida? 23. 23. U maktabni tugatganiga ancha bo'ldi-da. Tugatib hech narsa o'qimadi, ha? Yo'q. Endi viza olishi qiyin bo'ladi-da. Repetitorga bordi.
3 oy 4 oy o'qidi. Deb Samarqandda o'qib Taglisga. Rossiya borib keldi hozir uyda. Qiziqyapti endi. Koreyaga boraman deb. Koreyaga borishga, ha? O'qishim kerak. Yo'q, mana bu Koreyaga o'qishga ketish uchun bilasizmi? Umuman o'qish shunaqada anonsi. Shunday maktabni tugatadi-ku. Ko'pi bilan 1 yil, 2 yil o'tmagan bo'lishi kerak-da, yana o'qishga berishiga. Bu orada 5 yil, 6 yil cho'zildi-ku. Bu ma'lum bo'ladi-da, bu o'qimagan bola, bu ishlagan bola bo'ladi. Endi o'zi Koreyaga o'qishga beraman desa agar, viza bermay qo'yadi. Olishi ham mumkin, lekin olmaslik ehtimoli katta. Endi u ishga topshirsa bo'ladi. Hay, o'qishga topshirsa, masalan, bir marta xarajati bo'ladi, u shuncha imtihonlari bor, hujjatlar tayyorlash kerak. Proses qiyin bo'lganda hozir. Men bitta ikkita o'quv markazlarini bilaman. O'sha yoqni anons qilsam agar balkim yordam beradi ular. Chunki men o'zim ikkita talabani o'qitganman. Ikkalasi ham 2 oyda chiqib ketdi-da. Faqat ular yosh edi. Shunday maktabni tugatdi-da, shunday keldi-da. Men 1 oy o'qitdim ularni. Shunday bordi-da, yana 1 oy o'qib sertifikatni topshirdi. Bizda Samarqandda bor shunaqa joy. Kooperativniy institutda shunaqa markaz bor. Sertifikat beradi. O'sha sertifikat bilan keyin Koreyadagi o'quv markaziga boradi. Institutga emas. O'quv markaziga til o'rganishga boradi. Tushundingizmi? Ana shu yo'li bor. Faqat o'sha o'rtada Gold Koreyami nimadir anonsi bor edi bizda Samarqand shahrida Gorgazning ro'parasida. O'sha yoqqa o'sha orqali bular ketishdi-da. O'sha o'quv markaz bilan jo'natdi. Mana shu o'g'lingiz masalan o'sha yoqqa borib maslahat olishi kerak. Men shunaqa yoshim shunaqa, maktabni shu yilda tugatdim. Hozir koreys tilida masalan A1 darajami, A2 darajami bilaman. Ular keyin aytadi, "Ha, uka, mana bunaqa qilsak, mana shunaqa qilsak bo'ladi." Yoki aytadi, "Yo'q, bo'lmaydi." Ular uncha xarajati katta emas. Juda kamroq pul oladi-yu, lekin ishi chiroyli. Hozircha o'sha Koreya elchixonasi ularga ishonadi. Chunki ularni jo'natganlari qochmasdan haqiqatan ham o'qiyapti, ham o'qiyapti, ham ishlayapti. Hozir shunaqa qonunlari yengil bo'ldi Koreyani. Oldin bu narsa yo'q edi. O'qishga bordingizmi, ishda ushlasa agar sizni deport qilardi. Yoki vizangizni o'zgartira olmasdingiz. Hozir o'qish bilan borganlar vizasini boshqacha qilishi mumkin. Lekin qanday bo'lmasa ham Koreyaga borsa agar o'sha o'qishini ham qilish kerak, ishni ham qilish kerak. O'qishni hech qachon tashlamasin. Chunki masalan o'g'lingiz xohlamaysiz-ku bir umr masalan o'sha Koreyada ham ishchi bo'lishini. O'qisin, o'rgansin, ikkalasini ham bir xil olib borsin. Keyin bir kun o'sha mana hozir mana shunaqa tanishlarim bor. Koreys tilini shu darajada mehr berib o'rganib, o'sha yerlarga borib, ishlab, yashab, chidab kelganlar. Hozir bittasini hozir Facebookda bor hozir, ismini aytmayman, lekin bilasizmi nimada ishlayapti? Mana masalan biron bir jinoyat bo'ladi. Ekspertiza boradi-ku, tekshirishga. Barmoq izlarini oladi. O'sha koreyslar bilan politsiya formasini kiyib, kirib ana shu dalillarni olib chiqib ketyapti. Koreyada. Endi tasavvur qiling, uni maoshi qancha bo'ladi? U chunki sabr qilganda borish kerak, o'sha vizani bekor qilmaslik kerak. Koreya imkoniyat beryapti. Kelinglar, ishlanglar, o'qinglar deyapti, lekin qonunni buzmanglar deyapti. Qonunni buzganlarni ikkinchi marta Koreyaga kirgizmaydi Koreya. Ha. Balo olsa, yuqoriroq bo'lsa oson bo'lar ekan-da, arzon. Ha, endi qancha, albatta, qancha zo'r o'qisa shuncha zo'r. Hozir ham masalan koreys tili shunaqa sertifikatlari bor. 4-daraja, eng zo'ri 6 da. 5-4 daraja olganlarga tekinga o'qishga chaqiradi. Tekin, shunday hujjatlaringizni topshirasiz, shunday baraka topkur, ke tekinga deydi. Yotoqxona tekin, ovqat tekin, o'qish tekin, stipendiya beradi yana. Yo'l kirangizni bilmayman. Balkim beradi. Mana shu darajada qilib qo'yibdi. Ballar yuqori bo'ladi. Men 4-darajani olishim mumkin. Balkim 5 ham olsam bo'lar. Endi balanti 5 mi? Ha? Eng yuqorisi 5. 6.
Bizda shuni 6 olganlar ham bor. Endi men sizni nomeringni o'g'limga beraman-da. Masalan, Ha. har qilsa tushunmagan joylarni Ha, bo'ldi, bemalol. tushuntirib berasiz, bu yerga borasan, bu yerga borasan. Ha, aytaman u. O'zi. O'zi birinchi o'sha o'quv markaziga boradi. Shuni tushuntirib beradi. Mana shu anovlarim shunaqa. Boya tushuntirdim-ku. Nimani tugatdim, yoshim nechida, hammasini tushuntiradi. Koreyaga yo o'qish bilan, yo ish bilan ketmoqchiman. Nima maslahat berasiz? Ular aytadi, ha, yoshing shunaqa, o'qishga bersak yo bo'ladi, yo bo'lmaydi, masalan, yoki 70% bo'ladi, 30% bo'lmaydi. Balkim bular senga o'xshaganlarni o'tkazdik, qilamiz seniki desa, hujjatni boshlaydi. Bir topshiradi, ozroq qiynalib borsa ham u yoqda ham o'qiydi, ham ishlaydi. Pul to'lab mashina degan narsalar yo'q. Yo'q, bular qonuniy. Qonuniy. Ha, bular qonuniy. Ular qonunan o'qishga jo'natyapti. U yerda o'zi brigadasi bor, o'zbeklar. Masalan, Toshkentga ham borish kerakmi? Yo'q, shu Samarqand, ha. Toshkentga elchixonani aytyapsizmi? Endi qanday dokument ishlar bilan? Yo'q, hujjatlarni hammasi bular topshiradi. Elchixona faqat telefon qilishi mumkin. Ha. Toshkentga balkim KDB bank bor, Koreyskiy bank. O'shanga pul qo'yishga bo'lsa agar, balkim o'sha yoqqa chaqiradi. Sizga telefon qilsa, yo'llarni ko'rsatib berasiz. Ha, bemalol aka. Bitta buni ichini bo'shatamizmi, nima qilamiz? Og'ir-ku bu. Bular og'ir-ku. Mana buni hech bo'lmasa yarimini olib borib bu yoqqa qo'yaylik, ichidagi narsasini. Olsak bo'ladimi buni? Yoki nima deydi? Sabr qilamizmi? Yo'q, bo'lar ekan-ku, ha? Nima deydi? Tobutdek og'ir emas-ku, ha? Astag'firullah. Так, ой. Hozir. Yo'q, bismillah. Ana. Endi ha. Bu yil arilar chiroyli yashiklarning ichida yashaydi. Ha, ozgina. Bo'ldi aka. Bo'ldi. Yana bitta qoldimi? Bu yoqqa olib keladigandan. Mana bu yerda joy qilaymi? Mana bu yerda joy qilay. Bularga ham yangi oilalarni qo'yamiz-da. Qo'yavering. Yangi oilalarni qo'yamiz. Kuchaysa agar keng katta qutilarga qo'yamiz. Chunki ari shunaqada agar joy qolmasa, o'sha uydan qochadi keyin. O'sha uydan qochadi. Tak, bunisini qutini qo'yaylik keyin. Aniq bo'ladi. Ha, shu qutini joyi. Shu aytsangiz 2 kunmi, 3 kun bo'ldi. YouTube'da kanalni ochdim. Sekin asta har kuni bitta video qo'yapman. Har kunimi shu ariga taalluqli ish bo'lsa qo'yaman-da. Sekin. Chiqdimi? Buni tagidan olamizmi bo'lsam? Tagidan. Hozir. Yo'q, to'xta. Qo'limni hali tiqolmadim-da. Hozir. Voy, endi men tura olmadim. Hozir bunday qilamiz. Siz ushladingizmi? Oling. Yo'q, bismillah. Ketdik aka. Uni ichiga men diafragmalari bor arini, o'shalarni to'plaganman-da. U ichida taxta-da, buni to'liq hozir. Yo'q, bismillah. Keling aka. Hozir. Eshik u tomonda ekan. Hozir. Yo'q, bo'ling. Bir kun YouTube'da mashhur bo'lsam agar, keyin shu kunni ko'rib eshitib o'tirasiz. Nasib etsa. Tak. Bitta quti qoldi aka. Ana, uni u yoqqa olib boramiz. Voy.
Kamerani uzoqqa qo'yibman-da, mana shu yaqinroqqa qo'yish kerak edi. Ha, hay. Sizni ko'rmadi-da. Borib o'chirib kelay, ha? Sizni ko'rmaydi. Hozir boramiz-ku. Kamera oldiga kelishimiz kerak-ku. Ha, bugunga bo'ldi. Hozircha birinchi qism, keyinroq balki ikkinchi qism olamiz.